Bu yoqimtoy o'rgimchakni sevib qolishingiz aniq. Chunki u sevganini qo'yniga yo'l topish uchun kamida bizdek ter to'kadi. Bu iste'dodli raqqos Salticida oilasining sakrovchi o'rgimchaklarining eng mashhur turiga kiradi. O'rgimchakni Avstraliyada uchratishingiz mumkin. Ularning uzunligi atigi 4-5 mm. Lekin shunday bo'lsa-da, u tabiatning eng ajoyib va qiziqarli jonzotlaridan biri. Ular asosan kichik hasharotlar bilan oziqlanadi. Masalan, chivin, pashsha, chumoli va o'zidan kichikroq o'rgimchaklarni tutadi. Uning asosiy dushmanlari qushlar, kaltakesaklar va boshqa yirik hasharotlar. Masalan, arilar yoki boshqa yirtqich o'rgimchaklar. Erkak to'ti o'rgimchagi juftini o'ziga jalb qilish uchun jangga tushib o'tirmaydi. U raqsga tushadi. U shunchaki orqa oyoqlarini ko'tarib olib, tanasidagi rangli qanotchalarini yoyadi va maxsus ritmik harakatlar bilan raqsni boshlaydi. Agar urg'ochi o'rgimchak raqsni yoqtirsa, u yaqinlashishni boshlaydi. Ammo agar yoqtirmasa, erkak uchun bu raqs oxirgisi bo'ladi. Chunki urg'ochi o'rgimchak uni darhol yeb qo'yadi. Sakrovchi o'rgimchaklar o'z o'ljasini to'r bilan ushlamaydi. Ular dunyodagi eng tiniq ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan hasharotlardan biri hisoblanadi va o'z o'ljasini ko'rish masofasini 10 baravaridan ham uzoqdan aniqlay oladi. Va o'lja yaqinlashganida to'satdan sakrab aniqlik bilan hujum qiladi. Bir xil odamlar ularni uy hayvoni sifatida boqadi va ularni odamlarga umuman zarari tegmaydi. Shu kichik do'stimizni raqsi uchun like va kommentariylarni ayamanglar. Bundanda qiziqroq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Rahmat.